Benim ismim Adam. Yedler padişahlığının şahzadesi. O yerde Sırlık Galiskar kalesi var. Bu Yolvas benim en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp katlıkta olayım ben. Bana güç kuvvet var! Bu çağda Yolvas, eriş yolusu aydınım. Ben Himenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aydınım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırız. Yasağı ol, değil mi? Ve bol kişişir bilin. Biz birlikte rezillik mendiği Dilantar kalesini kelgen olmasına bile köreş kılırız. Qara, o bir sırlık kal'a. Ehtimal bu ya 200 yıl ilgir bunun da mı qo'rqinchli bo'lsa kerak. Burunqi bir rivoyatda Aqsuv Tiyun bilan Vatila xonimning bu ya tug'anligi, keyin qabiy sehri bilan ular o'rmonlikdagi daraxtlardan ozuqliq ilib hayot kechirganligi, oxirida dal daraxtlar qolmay ularning ozuqligini tugaganligi, shuning bilan Aqsuv Tiyun bilan Vatila xonim uyquga ketganligi, har uxlashida 100 yil, ya'ni o'rmonlikdagi daraxtlar yetilgacha uxlaydiganligi bayon qilingan. Biz uxlayli Vatila. Biz uxlab qolgandan keyin daraxtlardagi ozuqliklar yetiladi. Shuning bilan butun dunyo biz o'tkazgan jinoyatni unutib qoladi. Ensirme suyumligim. Bizning planimiz senimi o'z ichiga oladi. Uxlayli. Yaxshi tush ko'rgin kichik saga. Ben avval uyg'onishim kerak. Ahvolning o'zgarishini ko'rib baqishim kerak. Yaxshi tush ko'rgin Tivin saga yaxshi qarag'in. Uxlag'in saga. Yaxshi tush ko'rgin. Shundoq qilib ular uxlab qopdi. Rivoyatda aytilgandek, ular 200 yil uxlabdi. Dal daraxtlar o'sib yetilibdi. Burunqidan yaxshi o'sibdi. Agar rivoyat rost bo'lsa, Vatila bilan Tivin yana uyg'onishi mumkin. Ular bugun kecha uyg'onib qolmas. Navoda ular uyg'onib qolsin-mu, yanada daraxt yeydi. Lekin seni yemaydi-da. Shundoq bo'lishini umid qilaman. Sen meni qo'g'daysan, shundoqmi? Albatta. Ha. Adam, qara. Ehtiyot qil. Men ularni qo'rqitib o'tishni xohlamayman. Dila, sen yovvoyi otlarni bir yerga to'playmiz degan lekin ularning uzun qanoti bor ekan-ku. Ularni qo'rqitratmagin. Ajab, meni qo'rqitratmasin demaysan-ku. Bo'l, salmon tayyor qil. Vatila qanot otlarni yaxshi ko'radi. Vaqti bo'ldi. Ehtimol ularning qo'shinlari uni uyg'otdi. Otning kishniga ovozi. Men qanotli otning kishniga ovozini angladim. Men uyg'ondim. Saga. Biz ko'p uxladik. Bu cho'qim uyg'ondi. Biz jazma uni tepishimiz kerak. Adam, ishni boshlaylik. Dilo! Yaraysan Adam, mushundoq qilib nayt yaxshi qilding. Pasrak puchqin buldul og'ingni, ma'lum biroz aram bo'lsin. Anladingmi? Ha? Adam bundoq qirolib ketsa bo'lmaydi. Endi menni birini tutay. Dal daraxtlar büyük baraqsan bo'lib ketibdi.
Lekin mening uyqum, güzel husni jamolimni asli keltiremepti. Mayli qandoqli bo'lmasin, menda deh kuch bor. Mening kishilarni hayron qoldirgudek qudratim bor. Ah, tevim bilan tayyorlik qilib, bu yerdagi aholilarni ko'gili bormiz. Ularni yana qul qilamiz. Qanotdi qol. Shuncha qiyin. Ay, ben tiz bo'lib ketdi. Oh, bu atqa minish xuddi arsh yo'lisiga minganga o'xshaydi ekan. Bu kim? Men texi qanotqatqa minish postiga erishganmidim. Mavhishan, uningga minsang birozmi huzurlanmaysan? Sen bana Aksoyak Emre'yim tevinni eslatib qo'yding. Shundoqmi Sago? Sening Aksoyak TV'ning sen cho'qim Navatila xonim. Men seni qul qilaman. Ben bütün gücüm bilen padişahlıkımni tiklashga tirishib, Vatilaning uyg'onishini kutay. Shundoq bo'lishini u mendan bakrak orzu qiladi. Hey, do'stim. U Tevinning qandoqligini hozirli bilib qoladi. Adam, sen qayerda? Bu men pishmak o'ynaydigan chog' emas. Bilamsa, mendek oldirash bo'lib ketyaptimi? sen demişki hepsini o'qib meni to'g'iltib qo'ysan Vatila. Nima uchun? Men seni qulga aylantirman. Agar sen xohlamasan, xo'jaligimni e'tirof qilmasang, seni bu yerda mangu qotirib qo'yman. Başlaylı. Meni tezrek koyuvet, meni koyuvetsen seni kutkuza alayım. Mening amalim bo'lmasa, sen nima qila olading? Kelmişsen körüp dur. Bo'lib, erkinlik erishdim. Rahmet hanım sizge. Aslida u bir nayron tutganda. Ben elik pistekni kutkuza var mı? Monskor Atakulu! Ben seni kutuldurma, Saga. Sen zadi kim? Özlemni bir keçitib qo'yay. Xafa bo'lganligingni bildim. Lekin men qo'rqmayman. Bir ozmi qo'rqmayman. Bu nima degan tonish ovoz? Vatila. Senin qayerdan kelganligingni bilmadim ya. Lekin mening qo'zamni qutuldirib qo'ysan. Ehtimal Vatila men o'ylagandek shaxsiyatchi emasdi. Oldu Sago, bu yerden tez gidin lan. Ular qochib ketolmaydi. Sırım hepstek. O nima qilalaydi? Men bu daraxtdagi ozuqliqni sömürman. U meni kuchlantirdi. Oh, onun bu yerga nima uchun kelganligini endi bildim. Meni nahsosmi edi. Hey, qimig'ima! Men boshqalarning dal-daraxtlarga ziyon selishini yaxshi ko'rmayman. Men xato sezmabdimi? Bu ishonchsiz Vatilaga oxiri uchirdi. Yana bir qatim yuzma-yuz uchrashdik. Sen kim? Men tanimabsan-da.
Meni qo'yvat, ketgili qo'y. Bo'ldi, Sago, mana shunday qil, midirma. Oy! Sen kim? Biz avval bu yerdan ketaylik, anda so'ra. Sago, meni o'tda qo'zim. Vatila mening kimligimni so'rayolmadi. Meni unutib ketdi. O jazoga tortilishi kerak. Bu qal'a kirdigan maxfiy yo'l. Menga agishmanglar. Qal'aga kirdigan maxfiy yo'lni menmi bilaman xonim. Sen va men, ya'ni heliqi qon. Şinjan Yakan Muqam yurti yemek-içmek mülasimet merkezi, xalqimizning yemek-içmek adetiga asosan ilg'or uskuna orqali mehnatkash o'g'il qizlarimizning chivar qo'llaridan shaksiz, ziyansiz xurishlardan o'simlik meyi, much, samsaq, suv meyi qatorliqlarni ham ashyo qilib ishlab chiqarilgan ta'mi o'zgacha Muqam yurti yog' lozisini ishlab chiqarib, har millat iste'molchilarining samimiy ishonchisiga va yoqtirib iste'mol qilishiga erishib kelmoqda. Taamlarımızdaki isil tetutqu, soğuğu salam qilishdiki ko'zir mahsulot Muqam yurti yog' lozisi. Yot odam cho'qim uchirishimiz. Bu yo'l qal'aning markaziga tutishidir. Bilme, sen şahzade adamını özünün kulu aylandırmakçı. Neymiş ki benim sınıf bakmaysa? Çünkü Sago sana işinidir. Men sana işinimen. Bir kul, bir dost qarganda arzimaydiganligini tunib yetdim. Ha? O adamın bilen aklı. Özüne ketkendi. O karanlık kılıp korkunçlu qal'a kirib ketmisi yana. Men derhal kirib qarab baqay. Bu orada qaram. Ha? Men o'yimchiklarni azaldan yaxshi ko'rmayman. Hech kishi yo'q-ku. Bu Steven bilan Vatilda to'g'risida rivoyatga rostilla o'xshaydi ekan. Menimcha odam cho'qim xatarga yo'liqdi. Mening go'zal qal'ayim hozir memilarga o'xshab qolgan. Kerak yo'q. Menda kuch bor. Uni asli keltira olayman. Ehtiyot qil Vatila, kuch-quvvat bilan go'zal dunyo barpo qilinmaysa, uningdan ko'ra qullarning hammasini do'stimga aylandi. Nima deb jo'rayapsan? Sen tez orada mening taxtimni va oqsamaklar dunyosini ko'rsan. Men qudratimning olg'a ilgirilishiga buyruq qilaman. Gördün mü? Bunu ben yarattım. Vatila bilen Tiven'in taxti. Hem de ittifaqa, kuch-quvvat, güzellikni asli keltira olamda yo'q. Sen meni qo'rqatmoqchimi? Men yana o'z taxtimda o'ltiraverman. Vatila, tez bu yoqqa o't. Sen üzerine kaya kim kalganlığını bildin mi? Biraz kışıştırma tutun. Bu model vakti ders kalktı. Azıcık başına kırıp doğan, keyinci kapazı sola koyarız. Hemen, hazır tebini tapaylı. O İran'ın unuğum hücum kıldıqanlığını oylamamsa. Vatila, ben ondan oylamayım.
Agar o'rmondagi yelqishki sat odamning qaysi biri uning chekildigan bo'lsa, qo'ying, meni qo'ying. Qutqizinglar. Ha? Bu yoqqa berishning amali yo'q. Unutib qoldingmi? Men u qarag'ayni kulga aylantiraymi? Ha, butun qal'ani yiqitib bizni bostirmoqchi. Qarag'anda faqat shu qarg'ayli qal'ani tutashtirib turdi. Bu yoqqa kel. Bu tarafda yana bir yo'l bor. Dila! Ha, Xeyman, bu senmi? Biz hazırlı barımız, Dila! Tez bo'l, tezroq bo'lgin. Agar sening do'sting bilan heliqi Vatila xonim kelsalar, ularni biz yaxshi bir taraf qilamiz. Yelqi satablar yana ketdi. Bir asat, sencha rosti bir asat. Bunun sababi uzundan buyon men hamon kuch-quvvatlab yurdim. Podshohlikni qayta tiklashni, xonishni o'yladim. Lekin bu xil qudrat menga boshqacha qarashli bo'lib, meni mushundaq saytlashtiribdi. Undaq sen Tivimma. Shundaq. Qarag'anda sen men bilan emas, uning bilan birga bo'lishni xohlaydi ekansan. Baxtga qarshi shundaq o'ngsizlik bo'lsa-mu, hozir kuch-quvvat yanada mening ko'tarilligimda. Xeyman, uningga qara. Endi Vatila, seni qandoq jazolashni o'ylayaptimi? Men oqso'yaktimin. Mening xatoligimni kechirgin. Biz uncha ko'p qulga muhtoj emas, balki do'stga muhtoj. Ular erkin bo'lsin. Uni tiz qo'g'la. Sen qechib qutulamaysan, Xeyman. Endi sen Tivinning haqiqiy kuch-qudratini ko'rsan. Tivim, undaq qilma. Sen ko'pchilikni nobud qilsan. Ben qudratimning ilgirlishiga buyruq qilaman. Ben nima ish qildim? Bizning qal'ani kumron qildim, suyimli. Bu yerden tez ketaylik. Tez bo'l. Lekin men nima ishga ketaman? Mening ko'nglimdagi kishi menga qaramasa. Undaq deb o'ylama. Men undaq qilmayman, suyimligim. Bu yoqqa tez. Çatak, Saga, o işin kaptı. Onu ben qutuldiray. Keyin harakat qil. Qo'rqma, Saga. Ben sana yardımlaşayım. Rahmet senin yardımınga, dostum. Biz kala'nın sırtını kürşeyli. Ben kirip yeni birisini kutkuzup çıkana. Bu yakı çıktın kalampay. Çatak bo'ldi, Xeyman uning ichida. Mening razil sehrim bu qadimqi hamma balo qazoni keltirib chiqadi. Razil sehrning hammasi mush ablaqdan kelgan. Uni tashlab o'tdi. Yaxshi qilding, Tevin. Men shunday qilay. Bu rezilliklar mavjud bo'lsa, turmushimiz ko'ngilli bo'lmaydi, Tevin. Erkinlikmi yo'q? Hammanglar yaxshi to'g'ansizlar? Adam? Xeyman boya bizni qutuldirib o'z ichida qoldi. Yo'q, Dila. Men Xeymandan ilk cho'ng ilonni qutuldirishga yordamlashdim. Qasam qila olaymanki, u ish nima bo'lmadi. Xudoga shukr. O meni ilk 200 inglizcha sigaretki daraxtdan qutuldirib qo'ydi. Sen yana nimalarni qilding? Men duldulni minib bir maydon cho'gladim. Lekin u duldulning mijozi bak eski ekan.
O yeni geldi. Ulan nemi degen çıraylık. Karangla, o menden kaçmadı. Ezelden bundak bop bakmagan. Sen burunqiga o'xshamaysan da. Belki onun bir demlenigen vardı. Eğer tivin mensen memmi menime. Chiqqan, nahayat oson. Bu yak gel saga. Mayli. Xayr xo'sh, do'stlar. Qara, ular nima degan kelishgan? Haha. Başkalar dul-dulgum yenip mansa senin ko'ngling yerim bo'latam da. Men bo'lsam piyoda ketishni yaxshi ko'ratdim. Turib tur odam. Bir kuni sana boshqa bir qahramonni ko'rsatib qo'yaman. Ha. Xuddi Xiymandek. Oh, ehtimal bir kuni deyla. Shundoq bir kun cho'qim keladi. Biz şikayet uçurduk. Ular 200 yıl uxlattı. Biz bundan çok uxlaşının keregi yok. Lekin yeterli uxlaş bakmayın. Yani bir narsa isindi bolsun ki, keşke bir astıkan süt, ya da bir atamıyımla kupayı. Uxlaştın ilgiri tamaklı ben köp yemem. Her gün vaxtıda uxla. Uxlaştın aval çınıkma, ciddileşme. Boldu, yaxşı düşkegen her şey olsun.